Yangi tug'ilgan chaqaloqlar birinchi va ikkinchi oyligidan boshlab boshni qisqa vaqt ushlay oladi. Qo'llarini harakatlantira boshlaydi, lekin bu harakatlar maqsadsiz ravishda bo'ladi. 3-4 oyligidan boshlab boshni mustaqil ushlay boshlaydi. Qorin bilan yotganda qo'llariga suyanib ko'tarila oladi. Qo'llari bilan atrofdagi narsalarga yetib borishga harakat qiladi. Qo'g'irchoq yoki shovqin chiqaradigan o'yinchoqqa e'tibor qaratadi. 5-6 oydan boshlab qo'llar bilan narsalarni mahkam ushlay oladi. Qorin bilan yotgan holatda orqaga va oldinga siljiy boshlaydi. Qorin bilan yotishdan orqasi bilan yotishga va aksincha aylanishni o'rganadi. O'tirishga harakat qiladi. Ba'zi chaqaloqlar qo'llab-quvvatlash bilan o'tirishi ham mumkin. 7-8 oydan boshlab mustaqil o'tiradi. Qo'llari bilan bir narsani ushlab, o'zini tutib tura oladi. Harakatlari yanada aniqroq bo'ladi. Narsalarni ikki qo'lda ushlaydi. Uzoqdagi narsalarni ushlashga urinadi. 9-10 oydan boshlab emaklashni boshlaydi, devor, mebel yoki boshqa narsalarga tayanib turadi. O'yinchoqlarni ataylab tushiradi va yana olishni xohlaydi. 11-12 oydan boshlab bir qo'li bilan tayanib oyoqda turadi. Qo'llab-quvvatlash bilan yuradi, mayda narsalarni barmoqlari bilan ushlay boshlaydi. Ba'zi bolalar yurishni ham boshlaydi mustaqil ravishda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 6 oyda chaqaloqlarning 90% qorin bilan yotgan holatda o'zini qo'llari bilan ko'tarishi mumkin. 12 oylik chaqaloqlarning 50-75% mustaqil yurishni boshlaydi. Journal of Pediatrics jurnalida nashr etilgan tadqiqotga ko'ra, emaklash bosqichi 7-10 oy orasida boshlanadi. Lekin har bir bolaning rivojlanishi bu individualdir. Bu bosqichlar umumiy tavsiyalar bo'lib, har bir chaqaloqning rivojlanishi individual tarzda kechadi. Agar chaqaloqda harakatlanish bilan bog'liq kechikish kuzatilsa, shifokorga murojaat qilish tavsiya etiladi.